Assalomu alaykum obunachilarim, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizlarmi? Mana bu quyonchamizni bolalaridan ajratib oldik. Bolachalarni sotdik. Onasiga endi emladik, onasini. Endi onasi dam oladi. Mana bu yoqqa ham bitta quyonchamizni bolalardan ajratib emlab qo'ydim. Mana bolachalar ajratilgan bolachalar bu yoqqa bu. Obunachilarim, mana bu yoqqa ko'k quyonchamizni bolalari, ona bolalar. Mana tomosha qilinglar obunachilarim. Mana 8 ta ekan bular obunachilarim, 7 ta deb o'tiribman mana. Tomosha qiling, katta-katta bo'lgan bular, velikanchalar. Onasi ham velikan, bolalari ham velikan mana. 8 ta ekanlar obunachilarim. Buni hali ajratmabmiz. Hali qiti yosh bolalari buni. Men aytdim, mana bularni ajratib oldik obunachilarim. Bular ham zo'r. Onadan ajratib olib, maza qilib, endi suvlarga vitamin qo'shib berib boqyapmiz obunachilarim. Mana. Miktoylar. Bular beda yeyishyapti, ko'rimlari bor. Suvlarga vitamin berganman. Ona bolalar endi yotarlar. Bolachasini aftini qaranglar. Velikanchalar. Hozir Narixonani ham tomosha qilasizlar. Mana bu yoqqa ham babichka qornida bolasi bor. Raddomga olamiz. Tepadagi qo'shilgan oq hikol quyonimiz. Hikol quyonimiz emlandi. Obunachilarim emlab bo'lgandan keyin dam oldi. Endi qorlarda bolasi bor. Pastdagi quyonimiz ham qornida bolasi bor. 13-fevralga nima qilingan, qornida bolasi bor. Obunachilarimiz, ana ajratilgan onalarimiz. Bu onalarimizni emladik. Bular dam olishda endi obunachilarim. Bular dam oladi, emlab nima qilib ukollarni qilib qo'ydik. Bular dam olgandan keyin samimiyatni oldiga tashlaymiz. Mana quyonchalarimiz hammasi endi dam olishda toza qildik. Oyoq ostlari toza, suvlari quyilgan. Hamma quyonchalarimiz tinch. Ko'chadagilar ham tinch.